тебе повезло. Воу! Мои денежки. Завтра мы идем тратить все свои деньги. И вместе. Ем. Йогуртом по губам. Завтрак нету. Дельник Работает. Исчезаю, был не лучший день. Гладит тебя он. Вау. Не с первого раза открываются тайны. А с 1000 рубля. Как бы тебе повезло. Моей хотенке. Не получается, да? Завтра мы идем тратить все твои деньги. И вместе. 200 много будет. 100 хватит. Я честный. Как бы безумно. Mağan Yüreğim Etenge sağan Demek bir aman Beni Wow. Nege Wow. Lekin u sarancha bo'lib turadi, xat bo'lmaysizlar. Assalomu alaykum hurmatli muxlislarimiz. Bu nima gap music? Radioda balki eshitgandirsizlar, lekin bu yerda bizada ko'rib turasizlar, ko'rib eshitasizlar. Ko'riblar. Hammaga salom. Bu nima gap music bizani nima desak bo'ladi? Sal improvizatsiya bilan qo'shilgan musiqiy bir janrimiz. Biz bu yerda zo'r chiroyli bizga Toshkentimizdan eng talantli va eng juda ham nima deydi? Iqtidorli va chiroyli insonlarni chaqirib, gaplashib, bir talantlarni ko'rib, mazza qilib gurunlashamiz. Bugungi mehmonimiz mana nima desa bo'lar ekan? Bugungi mehmonimiz сегодняшний наш гость, our guest today, bizani hurmat qilgan Ilyos deb chaqirsak bo'ladimi yoki Ilyos akami? Yo'q, Ilyos bo'ladi. Endi bizda aytishadi-yu, ya'ni Ilyos aka yoki Ilyos. Ilya desangiz ham bo'ladi. Universalniy. Ilyuxa. O'rislar uchun Ilyuxa, o'zbeklar uchun Ilyas. Bo'ladi. Da, Ilyas juda ham talantli inson, nafaqat muzikant, balki montajlar ham qiladi, video montajlar. Juda ham yaxshi xabarlari bor. Nima edi? Programmalar sizlarni Final Cut, Premiere After, Premiere Pro, InShotlarni ham bilasizmi? InShotda ham CapCut. Da. Bugungi sizni yoningizda olib kelgan, sizga yaqin do'stdan ham ulug' deydi-yu, instrumentni. Bu instrument tambur, to'g'rimi? Tambur. Tamburni anchadan beri chalasizmi? Bu yoqda mana tambur o'zi yasalgan yili ham bor. Shu yili boshlaganman, 2012-yil.
ha. Bu o'sha Anvar aka degan usta bor. O'sha yerdan shu yozdirib otlarini Mana yozdi. shu yozilgani ham. Da. Ot yili ham bor. Ha, yaxshi. Nu shu 2011-12 dan beri chalaman. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Keyingi 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 bizning mehmonimiz, bizani hurmat qilgan Furqat akamiz keldi. Bugun mana hozir ham bitta shunday montajda yechib yordam berasiz. Aplodismentni qo'shib olishga. Nima gap bolalar, nima gap? Nima gap mana. Wow. Rahmat kelganingiz uchun. Rahmat chaqirganinglar uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Furqat aka juda ham знаменитый bizning gitaristlarimizdan biri. Qo'llari dard ko'rmasin. Shu qo'llarini ishlaganini eshitib quloqlaringiz maza qiladi. Hammaga salom. Abror aka. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sog'misiz? Omonmisiz? Rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Bizda o'zbekchilikda shunaqa narsa bor, so'rashganda, bir 2-3 soatlab so'rashadi-yu. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun qo'shnilar, qarindoshlar, Time stamp qo'yib qo'yamiz. sinfdoshlar, знакомый, возможно, вы знакомый degan narsa bo'lardi oldin odnoklassnikda. Bo'lardi. Shunga Furqat aka bir nechta guruhlarda ishtirokchi bo'lganlar. В основном gitara sizda. shunaqa. Yaqin do'stingiz gitara. Shunaqa ekanda. Gitarani imенно nima gitarani tanlagansiz? Gitara bilmadim, ovoz yoqqan. Ovoz yoqqan. Figurasi yoqmagan gitara? Figurasi keyinchalik yoqqan. Bizda endi oddiy primitiv shutkalar ko'p bo'ladi. Xonalarda endi kulishadi endi. Xabar bo'lmaysizlar, bir Bitta xil. qiz bilan tanishdim. Figurasi zo'r ekan. Lekin gitaramniki yaxshiroq ekan. Atak xotinim bor, unga gitara. Zo'r. Nima, prosta hech qanaqa tayinlangan hech narsamiz yo'q. Prosta hozir improvizatsiya qilib ko'ramiz. Men o'shaning uchun mana Timur aka Talipov kattakon rahmat sizga akajon, siz mana menga instrument berdingiz. Men umuman instrumentlar bilan endi mana tanishish boshlayapman sekin-sekin. Hozir paka Tinderdan tanishadi-yu qizlar bilan. Привет deb yozdim-da. Zapros tashlab qo'ydingiz. Zapros tashlab qo'ydim. Endi mana shu Timur aka berdi. Cajon degan instrument ekan. O'tiribman shu instrument. Bugun o'tirib bugun Mashina Furqat aka cajonmi yo kajonmi? Kajon deb yoziladi. Lekin cajon deb o'qiladi-da. Hamma har xil aytadi. Bir xil akajon ham deb yorishadi. Akajonmi? Akajonda o'tirib o'ynaymiz endi. Mayli, boshlaymiz endi bunaqada. Ha bo'ldi. Qani nima deydi? Baribir solistdan boshlasak agar biz endi nima deydi? O'zi uni qoidasi qanaqa? Bir o'zi kim boshlasa ketaveradimi? Kvadrat garmoniya bersangiz ham. Любой. Farqi yo'q masalan. Ayting.
Qashqadaryo tumanida 30 gradus issiq. Rahmat, juda ham zo'r bo'ldi. Mazza qildik. Mana Sardorjonga rahmat. Sardorjon kadr orqa tarafida ko'rib qoldi bu narsani. Nomlari ham. Ha, siz o'zingizga oldingizmi deb o'yladim. Endi o'zimga ham oldim, uni ko'ramiz. Bugun lekin rostdan ham issiq bor. Da, juda ham issiq bo'ldi. Da, bugun cho'tki havo bo'ldi. Gap yo'q. Juda ham qiziqarli hozir bir improvizatsiya bo'ldi. Rahmat kattakon, juda ham zo'r. Bu umuman musiqadan tashqari hayotda nima bilan shug'ullanasiz? Sizga mana savol, Ilyos. Menda muzikadan tashqari в основном babi tворчествоda. Babi, ijod. Harakat qildim boshqa muzikadan boshqa bitta sohalarga kirishga, no в итоге babani nima deydi, провальный bo'lar ekan. То есть tворчествоga torturgani uchun u yoqda konsentratsiya qiyin bo'ldi. То есть babi nima deydi? Qanaqadir nimadirlarni yaratish, muzikadami или grafikadami? Bilmadim. Babi tворчествоning ichida muzikadan tashqari ham babi muzikada. Chiqib ketish qiyin ekan, bilmadim. No? Nima desam bo'ladi? Shu grafikalar bilan ham ishlayman. Mana shu grafika bilan ishlaysiz, u 3D grafika, to'g'rimi? Нет, 2D. 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 Определённый o'sha. Da. Illyustratsiyalar. O'sha Da. programmada ichida ish. Da. Bir xil paytda masalan u ish juda ham murakkab bo'lib, o'tda sabr kerak masalan. Masalan, o'tdan guruchni tozalaysiz u osh qilayotganda. O'shanga uni tozalab, vaqt kerak-da. O'shanga sabr kerak, to'g'rimi? Bir xil payt qilib kerak-ku. Shiq. Guruch tozalaganda unaqa. Eli. Такой silkiladi, tegidan chiqib keladi-yu, bir anaqa. Shiq. Palichkalar. Cho'plami. Bu render degani. Shiq qilasiz. Aytmoqchi bo'lganim sabr kerak, to'g'rimi? Ijodda sabr kerakmi masalan? Hozir mana chalayotganingizda sabr kerak bo'lmi sizga? Yo'q, bu mana yo'q. Вот именно shu muzikadan tashqari boshqa ishlarda shu narsa bor. No muzikada, paka muzikada bu 100% menda ishlayapti. Umuman masalan ertalab kompyuterga o'tirib muzikani, aranjirovka ham qilib turaman. Uni o'tirib boshlasam, kechasigacha ovqat yemasdan ham o'tiraveraman-da. Bir xilda. Prям, kirib ketib qolsa, charchamaysizda. То есть уже u наоборот sizga miyaga qanaqadir vdохновение berib, charchamaysiz, xullas. Maza qilib o'tiraverasiz. Plus deganimizda biz qo'shilamiz deganimizda endi. Plus qo'shilib, gapingizga qo'shilamiz. To'g'ri. Furqat aka, mana sizchi musiqadan tashqari, ijoddan tashqari faqat qiziqishlar bor endi. Nima deydi, baribir intereslar bor har xil, masalan trading degan bir soha bor. O'shanga qiziqamiz. Juda ham hozir qiziq, juda ham grafika deganlariga men grafikga qiziqaman. Современный grafiklarga qarab. Shu куда цена пойдет, u yoq bu yoq. Yaxshi. Demak, siz matematikani yaxshi bilgan ekansiz-da? Maktabda. Chunki matematikani bilish ham musiqaga ham anaqasi bor-ku, bor. Sulhdan tashqari matematikani высчитывать qilasiz. Notalarni to'g'ri. Bizda ham mana +5 degan akkordlar bor. +5. Sen +5. 18 plus degan 18 plus bor. Plus degan endi degan уже uylangandan keyin. Bu уже 18 plusga kiradi boshlar endi. Mayli shu. Atak bizda ham shu, nima deydi? Full time musician deydi-yu. 100% vaqtim muzika bilan o'tadi. Zapis ham qilaman. Endi nima deydi? Ana Ilyos biladi. Sessionniy muzikant manda. Sessionniy. Masalan, Sevor Nazarxon. Kim bor yana? Shohruxxon bilan. Munisa bilan Rizayeva. Вот Munisa Rizayeva bilan chiqqanman. То есть было дело deydi-yu. Da, ko'rganmiz. Da, keyin Shohrux rap bilan rapper bilan konsert bo'lgan. Bu yoqda ham chiqdik. Xullas, mana shunaqa orkestr bilan proyekt. Qum arenada bo'lgan konsert. Juda ham zo'r bo'lganligi. Juda yaxshi. Вообще. Energiya juda bir nima deydi? Pozitivniy energiya ko'p bo'lgan. O'sha yoshlikda, kichkinalikda, bolalikda eshitgan ashulalarni eshitib, давайте chalib ko'ramiz. Qani ketdi.
sevgilim ko'chadan mana ko'rib qoldim sani o'shada ketvosan oldingda kimdir sani oldinga kelishga uyaldim chunki oldingdagi odamni Lexus'i bor xayr bevafo sevgilim xayr bevafo Xayr bevafo. xayr bevafo sevgilim xayr bevafo yoring deb ketdi yo'q. Da, bevafo qizlardan xudo o'zi asrasin. Ijodni o'ldiradigan ham shular. Ijodni o'ldiradigan qiz, umuman erkakni o'ldiradigan qiz, kayf safo. Yana nima edi? Pul menimcha. No, lekin rostdan ham nimasi bor? Bir xilda nabarot. Da, bir xilda Обратная сторона. minorniy muzikalar boshlanib ketib qoladi. Nabarot, tipa erkak o'ldiradi. Pulli ayollarni, ayol makrini deymiz. Alkogol, kayf safoni erkak o'ldiradi. Pulli ham erkak o'ldiradi. Nima deydi? Я борюсь с алкоголем deydi, я его уничтожаю deydi. Я борюсь с алкоголем, я уничтожаю. Я барист desam, уже alkogol desa tushunsa bo'ladi. O'z qo'shiq ham aytadi menimcha. Da, aytib turaman-da. Nima ashula aytasiz? Men uni aytardim. Uni faqat birinchi частьdan nima edi? Boombox degan gruppa bor edi. Da. Na 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 na. Na 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 na. Тебе не нравится дым, черт с ним. Он убивает слова, кругом голова. Тебя разносит молва по дворам, что между нами чуауа. О чем с тобой говорить, потеряли нить. Быть не собой, перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. И эти ночи в Крыму теперь кому? Если я встречу, потом передам ему песклявый твой голосок, как электрошок. Что я без вина? Узнай, вся страна. Волна. FM. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. Кто мы, откуда задвигаем шторы, кофеек, плюшки стынут. Объясните теперь нам, вахтеры, почему я в ней так звену. La-la-la-la-la-la-la. Nobod ikkinchi частьdan so'zlari. Hozir ketaman o'zim uzoqqa, ketaman sansiz man toqqa. Dachani oldim $500 bitta o'zim nima qilaman o'tda. Og'aynimga telefon qilaman, uni tezroq u yoqqa chaqiraman. Kelayotganingda yo'ldan piva ovol, iloji bo'lsa qizingni chaqirib ol. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке трое. Uchta bo'lib qoldik. Hozir ikkita edik. Yo'q. Oxiri esidan chiqib qoldi faqat. Bu ashulani nachit yaxshi ko'rar ekansiz. Oxirida bunaqada. Da. Tugatmadi lekin. Ana esdan chiqib qolibdi-da. Qilardi-yu. Esimda bor, o'sha SMIda birinchi marta SMIda siz bilan tanishganmiz. Da. Laliddinni kimdir aytgan, biz SMIga borganmiz. Как раз o'sha yerda, по-моему, даже ikkalo'ylar bo'lgansizlar. Da bo'ladi. Bitta shu anaqa gitara bilan и siz bilan Laliddin ashula aytishardi. Qo'lida esimda bor, anaqa shiq narsasi bo'lardi. Juda ham zo'r eshitib, sразу deganmiz. Da, hali ham ishlatadi-ku. Lalidan bizani komandaga iltimos, kelishga rozimisiz? 3 marta so'raganmiz, ana o'zini anaqasi bo'ladi. Keyin bo'ldi deb KVN Sesvay degan jamoa bo'lardi. Esimda bor, igralar bo'lardi, zo'r bo'lardi, chotki. Mazza qilib
o'shanda ko'rib vau deb yuborganmiz. O'shanda birinchi marta tan berganmiz, gap bo'lishi mumkin. Super, kayf. Sizda Furqat aka, помимо muziki, помимо вообще o'zingiz именно instrumentaldan tashqari vokalniy danlaringiz ham bor sizda. Chunki Vokalniy danni endi bizda undan oldin yetardim. Back vokalni, lekin nima deydi? Bog услышал мои молитвы и Lalik купил себе pedalda. Pedal olgan. Ha, bosib turadi. Bitta bossa back vokal bo'ladi. Men aytdim, pedalga meni sotib yubording deb. Pevец Променял, meni almashtirib olding deb. Поет, гитарист играет, bo'ldi, что? Как-то вот так вот. Но иногда, да, бывает, приходится подпевать. Да. А вам самому нравится петь? O'zingizga yoqadimi? Вообще, я сторонник того, что вам звонили. Diqqat, Furqat akaga telefon qilishdi. Да, biz nima to'g'risida gaplashyaptik? Остановились на том, что masalan baribir bir narsa qilsa, odam правильно qilsa deyman-da. Men shuni tarafdoriman-da. Masalan, если петь, то правильно-da. Masalan, baribir men mana shunaqa insonlardan qo'rqaman, to'g'risini aytsam. Da, men ham qo'rqaman. Chunki bir narsa qilishni bilmayman-ku, lekin qilgim keladi-da, lekin bitta odam yaxshi bilsa bu narsani, men noto'g'ri qildimmi deb bitta o'zimni qanaqadir sama redaktori yoqilib ketadi. Bitta faktor bor-da, природные данные degan. Sizda bor-da, menda yo'q. Поэтому qo'ysiz. Поэтому вот человек подтверждает, то есть есть такой фактор очень важный. Природные данные решают baribir, да. Men o'ylashim bo'yicha har insonda bor-da bu unaqa tabiatdan berilgan o'sha talant deymizmi? Да, просто например, развивать qilish kerak bo'lsa, почему бы и нет, да? То есть кому-то не надо развивать. От природы есть, masalan, Lalikda bor. Sizda вообще yo'q. Sardor jahli chiqadi kadr orqasida o'tirib. А вот у меня вот руки рабочие, да, как бы. Не, у меня тоже, у нас очень много общего. Мы талантливые все, у нас руки рабочие. To'g'rimi? Qachon to'y? Ana. Nima gap podkastdan, nima gap muzikka hozir zahod bordi. Tipa uylanish to'g'risida gaplashmayapsizlar. Нас же всех, да, это объединяет, да? Да. Это первое. Bu tanishayotganda must have narsa tipa. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz nima? Abror, ha? Sizniki ham faloncha, ha? Qattiq ishlaysiz? Aha, okey. Yoshingiz nechida? O'shanga qarab savol berishadi. Uylanganmi? Masalan, 33 bo'lsa, ha bu uylangandir deb. Boladan indamay, Да. точно uylangan deb o'ylaydi-da endi. Sizchi mana yoshingiz nechida? Meniki вот 23 ta. 23 ta. Aka menimcha Michael Jordanni shunaqa. 23. Vau. Da. Eng gullayotgan paytingizda. Da, вот bilmadim, menimcha uylanishga hali bog'li menga. Endi sizlarni bilmadim, no menga paka bog'li. Kameraga qarab gapiring. Uydagilarni ko'rsam, qani? Oyi, hali bog'li. Kommentariyada yozinglar chiroyli qizlar agar bo'lsa, mana uylanmagan bitta bola bor. Men bilan endi. Da. Ikkita bola. Ikkitamiz. Sizchi? Furqat? Men ham uylanmagan. Uchtamiz. Ha, 3 ta ekanmiz. O'zi 4 tamiz. O'zi 4 ta. Холостяк show bo'lib ketdi-yu, ha? Zo'r. Bemalol. O'shaning uchun ham qo'llar rабочий-da. Da. Kommentariyaga просто yuray demoqchi edim. Qo'l kommentariy qizlar yuray yozib yuboringlar demoqchi edim. Qo'llarni gapiruvdingiz. Mayli. Yaxshi, zo'r, yaxshi kayfiyat. Davom etamizmi? Yana bu nima? Что-нибудь Lekin tema ko'p improvizatsiya qilamiz desaydi, просто menimcha qanaqadir Masalan, ashula bo'lsa-chi, o'shani sekin buzardik. buzadigan ashulalar ko'p. Biz lekin men ashula buzish bo'yicha juda ham mahallada Yunusobodlik mahallada turaman, o'sha yerda mahallada hamma bilishadi. Bu bola Abo aka. Ashulani buzadigan bola edi. Vau. Buzar emas, buzib yuboradigan-da, Shuning uchun qaysi ashulani buzamiz masalan? Masalan, mana dushlarda qanaqa ashulalar? dushladami? Dushda mana odam
cho'milayotganda bir xil payt ashula aytadi, ovqat pishirayotganda har xil bitta ashula. Dushda gitara yo'qdi, men Dushda gitara yo'qmi? dushda bo'lmasa cho'milaverardim-da, masalan. Gitara. Atak Ha, ha, ha. Ha. Hey, hey, hey. Yor yor yoringman, kelgil yor o'ylaylik. Yor yor yoringman, kelgil yor o'ylaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgil yor o'ylaylik. Men seni sevgan yoringman, kelgil yor o'ylaylik. Девочка моя, девочка, идем сюда поиграем. Девочка, ой, девочка, идем сюда поиграем. Я твой парень, давай поиграем. Я твой милый парень, давай поиграем. Kalishni kiydim atak, kelgil yor. İçida sabzisi bor, kelgil yor. Uylanmaganim zapal, kelgil yor. Atak yapchira buxal, kelgil yor. O'ylaylik, ay yor yor yoringman, kelgil yor. Ay yor yor yoringman, kelgil yor. O'ylaylik, men seni sevgan yoringman. Men seni sevgan yoringman. Ha! Bakımız koluma aynen alderinden tartlatıyor. Arzurası şirip şirip arzunlar seni kartlatıyor. Şmir gibinde gelinçin berikisinde döndü. İnanın ben destegerim anıgıstanan bana dön. Kirayalarım ünden cira. Her güçtüre inanın unda kalasam. Sevgine kirayaları birinden cira. Her güçtüre inanın unda kalasan. Bol gel. Bol. O sastav qilsak bo'larkan, o'zi dejurlarga chiqib. Bo'ldi, shu gaplashib Bo'l chorsida, daraxt tagida yig'ilamiz. Ha, bo'ladi. 8da. Shu. Voy, mazza, zo'r. Turkcha qanaqa ulanib ketganini men bilmadim Lekin yomon ulab bordingiz. Prosta Turkiyani havosini olib kelganlar baribir. Turkiyada yashaganlar mana anchadan beri. Da, 3 yilga yaqin yashadim. U yoqda ham shu muzika sferada ishladim baribir. Bitta bizani o'sha ustoz muzikant, o'sha aranjirovщик ashula ham aytganlar. Hozir уже Turkiyada yashaydi, Rustam aka Mahmudov. Muzikalniy sitati, Rustam akaga muzikalniy sitatamiz bor. O da. Это Rustam aka kirib kelganlarda mana shu muzika chalsa. Eshidan kirib kelardilar hozir. Yig'lab yuborardik bunaqada. U juda ham ko'p o'sha oldin bir 10 yil oldingi menimcha ko'p hitlarni yozganlar-da. 15 yil, 20 yil desangiz ham bo'ladi. Unda men juda yo'q bo'lganman menimcha. No, вот yo'da shu Rustam aka bilan ko'rishib, ustozdek bo'ldilar menga, ustozdek, даже местами как odamdek bo'ldilar. Ko'p почти har kuni bitta uyda ishlab, nima qilgan bo'lsalar ko'rib, o'rganib, ko'p yordam berdilar. Shuning uchun aytishadi-da, ustozing otangdan ulug' bor-da. Da. И музыкальный nima o'rganadigan narsalarimdan ko'ra ko'proq именно жизненный. Masalan, hayotda bunaqa, то есть mana bu to'g'ri, bu noto'g'ri. To muzikadan tashqari именно
psixologический ham ko'p narsalar o'rgatdilar-da. Disiplina. Da. Da. Shu Lekin narsalarni. disiplina bo'lgani yaxshi. Da. Bo'lgani yaxshi. Ha. Masalan, sizda nima deydi disiplina o'zbekchasiga? Distsiplina. Disiplina bo'lgani yaxshi. Turib sal tortib olsangiz, disiplinani almashtirish kerak bo'lmaydi. Yumshoqroq bo'ladi. Yumshoqroq bo'ladi-da. Spark kasalligi. Men mashinalar to'g'risida agarda gaplashadigan bo'lsak, men hamma butun informatsiyani taksistlardan olaman. Da, ular. Ular aytib berishadi-da, men tam moy almashtirdim, men moy bo'lmasa ekan, men normalniy deb polniy. Menimcha любой narsani bilishadi ular. Oxirida o'zi qiziqishga edi, uyda ikkita Malibu turibdi. Zerikkanda. Men o'zi bor, YouTube show ideyasi bordi menda. Masalan, taksiga chiqiladi, skrytniy kamerada. Aka, o'zi menda uyda Malibu turibdi, bu qiziqishga desa, sekin ketidan беспалевность qilib uyiga borib, если дома реально Malibu есть, то, например, ему там 1 000 000 сум, да? А если нет? А если нет, то вот так. Ну, Amerikada осведомительlarni воротasiga quloqmi, ko'zmi chizib ketishadi. Yoki taksistlik litsenziyasini olib qo'ysak bo'ladi. Или shunaqa-da. Yolg'on uchun. Da. Или avtohamga o'xshab. Da. Zvezdachot degan. Siz Furqat aka bu xorijga chiqqanmisiz? Bo'lgan. Yashaganmisiz o'tda определённый vaqt? Yashagan bo'lsak, ko'p yashamaganmiz. Almatada yarim yil yashaganmiz. Siz qozoq so'ylaysizmi? So'layman. Жұмыс qilib borasizmi? Жұмыс yo'q. Жұмыс kerak sizga. Pakaragim bayli yaxshilan bilaman. Faqat shu joyni bilaman lekin. Qarag'im ay to'xtab qaradim ay qarab tug'moqsizin ay qozoqcha bilmayman men bag'rim ay to'xtatadimi? No, bilamiz hammamiz. Tepa joylari bor edi. Bag'ri qo'laman Bu shunaqa ketadi u yoqda. Siz degan payt o'rgatingda, mana yo'q, siz все правильно. Bu back vokal partiyasi edi. Batirxon Shukenov. Batirxon Shukenov joylar jannatda bo'lsin. Da, zo'r muzikant bo'lganda. Bir marta Chinzaniga kelganda billa, по-моему, ishlagansiz. Man yo'q edimda, был Матин тогда. Наш барабанщик, который раньше играл у Матина, который сейчас с нами, Muhiddin, он был там, да. Да, Muhiddin aka тоже. Muhiddin aka, sizga kattakon salom. Muhiddin aka, tabada biz. Wow. Da. Chumollar Muhiddin aka o'zlari. Da, Muhiddin aka har doim xushchaqchaq, har doim nastroyeniyalari zo'r, ko'rganda ham muomalalari. Har doim kiklari baland. Da. Juda bir nima deydi, pozitivniy человек. Menimcha sizlar hammanglar shu Nashvan guruhi, nima desa bo'ladi, davlat oliy muomala o'quv universitetini bitkizgan bolalarga o'xshaysizlar, bor-ku, diplomированныйsizlar, hammanglar diplomatsizlar просто. Menda shunaqa situatsiya bo'lgan Nashvan bilan. Именно ular Семипятницda adashmasam endi o'shanda boshlagan paytinglar. Siz ma'qulsiz Семипятницda uylanmagan? Ne, men orqa vходdan kirdim. Uylanmaganlar uchun orqa vходdan. Muzikantlarni o'shanda bular ishlashardi. O'shani zakulisda joy bor-ku, ko'rib turadigan bilan. O'sha yerda ko'rib, birinchi marta ko'rganimda biling shunaqa muzikant bizda borligi keyin o'shanda bilganman-da. Ungacha bilmas edim. Nashvan bunaqa звучание borligini, bunaqa o'shanda maza qildim. Hadda shu nimalarni ham O'ktam aka hamda chalardilar. O'ktam aka degan tamburchi, aka ular ham ustoz. Eshitib, zo'r bo'lardi Nashvan o'sha Семипятницda. Да, Farruh aka. Да, басик. Farruh aka. Да. Farruh akani мы не могли не упомянуть, почему? Потому что zo'r moment bo'ldi o'shanda
biz kichkina bolamizda, kichkina bola bo'lganimizga qaramasdan давайте zo'r tam nima qilishmagan edi o'shani, ajratishmagan edi. Хотя ko'p biza degani именно katta muzikantlar unaqa qilishmaydi. Вот shu momentini maza qiluvdik. Bitta gapda baribir мы не выбираем, когда рождаться deydi-yu. Конечно, конечно. Gap yoshda emas, gap boshda. Вот именно. Поэтому Sardor o'shancha sansirab bemalol gapiravermadi. Masalan, hozir prямой efirda aytyapman. Sizlash shart emas. Gap yoshda emas, gap boshda. Gapirib turaverindi. Gapirolsan. bo'ldi bu yog'i. Kerak emas shahlo ko'zlaring. Chiroyat etibdi Xudo senga jonim, lekin ayol qalbin bermagan ekan senga. Bilar eding-ku Saran. senga jonim, ketib qolaman bu dunyodan. Hammamiz kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring, qalbim uchun kifoya sening shirin so'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring, qalbim uchun kifoya sening shirin so'zlaring. Solo. Ne qilayindi Xudo peshonam yaratgan ekansan inson emas o'yinchoq. Endi regi stil bo'lib ketdi. Bilar edim-ku ashulam menga o'yinchoq. Bu yog'ini esdan chiqazdim man shunchaki. Voy ninadam ne tvoj ko'zlaring, voy ninadam ne tvoj so'zlaring, qalbim uchun kifoya sening shirin ko'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring jon, kerak emas. Sardor Salamov stilida jonim, qalbim uchun kifoya sening ko'zlaring. Ko'rishamiz may xarosh. Oxiri zo'rda. Oxiri zo'rda hamma narsani o'zi. Oxiri zo'r bo'lsin. Как говорится, главное вместе закончить, да? Muhibniki anu sen piyatnisda o'ynaganlarda har doim oxirida tuk 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 tak tuk 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 tak pak tuk tak pak pak desda o'sha payt lalni qarasangiz anu bo'ldi deganda qiladi. Так и есть, так и есть. Da anu. No qilgan qaraylarda. Furqat akaga yoki Farruxga qarasanglar, anu ular ham anu avjiga chiqib ketishyapti. Bitta laldim tezroq anu tugatib anu chiqib ketaylik oxirida bo'ldi o'zi deganda. Bo'lmasa shekeri bor, может тоже chik делать. Keyin o'zi tushunadi, что бесполезно тоже anu chik turadi. Da. Zo'r. Lalik yetishmayapsan. Da, yetishmayapsan. Kelsang, hozir kelsang bo'ladi lekin. Yani lekin nima dalayu, har doim nima gap bilan birgalayu podkastda. Да, конечно. То есть имя его aloqada, связьda, yurakda. Lekin mana eshitib qoldim bir marta o'zim ismimni. Sayyora Between Us guruhidan. Podkast. Da. Eshitdingiz. Rahmat. От души. Ну endi как сказать,
Biz esladikda. voy gap yo'q. Akani esladik. Да, там был разговор там про живую музыку и все такое. Да, там, про Лалика. да, там было очень много разговоров, там, и сейчас вот хейты идут, там, ну, endi har xil anu sizdan tashqari yana boshqa u yoqda вообще ko'p gaplar bor. Endi har bitta insonning o'zini fikri bor, masalan. Biz endi yig'ilayotganda gaplashib, o'sha fikr bilan almashamiz. Suhbat. Subyektiv fikr. Bunga unaqa серьезный, unaqa o'zingizga qabul qilmanglar. Просто разговор, o'shaning uchun. Atak heyt yozgilik kelsa, bemalol yozaveringlar. Eshitamiz, ko'ramizda. aytanga Heyterlar uchun bitta bu narsa, ashula bu narsa. Heyterlar uchun nima bor? Nima ashula masalan, heyterlar uchun? Hozir Heyter bo'laman deb hammani kuydirasanmi? Kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi? Nima bo'ldi? yetadi heyterlar. Yetadi. Ko'payib ketdi. Heyterlar heyt qildi. O'zi heyt qilyapti. lekin shu heyterlar yashasin, kontent bordi, благодаря им. Endi albatta. Lekin bir xil heyterlar deb bo'ladimi uni? Yaxshi zamechaniyalar ham berib qoladiganlari bor. Ularni heyter menimcha deb bo'lmaydi. Endi buni o'ylab qarasa, ideal bo'lish Da. juda ham qiyin. To'g'ri. Men fikrim bo'yicha ideal bo'lish bu Qiyin ham menimcha unaqa yashash. Bo'lsa ham. qiyin. Даже невозможно. Да, невозможно. Chunki любой narsada qanaqadir minus topiladi-da. Da, конечно. Просто odam o'ziga yaxshi tomonini olsa, ko'proq yaxshiroq bo'ladi. Da, Endi bizda to'g'ri. fikrimiz. Nima qilyapsiz? Yaqinroqli mikrofonni. Направление мать учения bo'ldi. Yashang. Eshitolmayman. Yaxshi eshitmayapsizmi? Yo'q, hech eshitolmayman. Wow. Orada Davron akani narsasini chaldik-a? Joylar jannatda bo'lsin. Da, Davron akani ham esladik. Davron aka G'oyipov juda ham yaxshi inson bo'lganlar, juda ham talantli inson. Shuncha yil davomida xizmat ko'rsatib, ularni anaqalarida, ijodlarida katta bo'lganmiz. Bir brend 910 degan joy bo'lardi, karaoke. O'sha karaoke tez kelib turardilar. O'sha yerda tez ko'rishib turardik. Ashulalar aytib, mazza qilib. Yaxshi. Nima gap? To'xta shoshmagin, sevmayman seni deb aytmagin. Endi yo'q seni ko'rganda men. To'xta shoshmagin. Gap yo'q. To'xta shoshmagin. Это тоже birinchilardan biri qo'shiladi. Kuplet bor, но не будем. Все-таки. Yaxshi. Yana kimlarni eslasak bo'ladi? Yana qanaqa ashulalar? Обязательно Tohir Sodiqov, Tohir aka. Anu Tohir akani ko'p ashulalari bor, ko'plar biladigan. Lekin rock stilida aytilgan, ko'plar bilmaydigan ashulalar ham bor-ku. Aqldan ozgan degan. Meni jon. Lekin o'ta anu gitarani lekin Juda mehrini berishgan. O'shanda rock eshitganman, birinchi marta o'zbek rocki. Klipi ham bo'ladi. Anu yorib yuborishgan. Da. O'z vaqtida. Men bu ham bitta chalamiz ham shuni. Ozgina shuni tuz berib yuboring, ozgina. Tuzmi?
Sardor tuz bormidi aziz? Ne tuz deganim so'l. Xilla bormi? So'lmi? O- Tuz nima qilasan xillab? Uni bundoq qilish kerak. Morskoy bo'lsa kerak, burunga foydasi bor. Yo'q, bodringga foydasi bor. Bundoq bodringdan. Nimani haqida aytyapsiz o'zi? Tuz haqida. Endi bu yerda ham anu haterlarga o'xshab hammani o'zini fikri bor-da. Subyektiv. Kimdir tuzni xillaydi, kimdir tuzni yeydi, kimdir tuzni suvga solib vanna qiladi. Da. Tuz bilan ko'p qiladigan ishlar. Kimdir tuzni Tuzinglar bo'lsa agarda nima qilishni Brokoli, bilmasanglar, brokoli. bizga aytinglar, biz sizlarga ko'rsatamiz, yo'llari ko'p. Endi osh tuzi bor. Aytayaptilar, tuz bilan oldinda yursangiz bo'ladi. Tuzingiz bo'lsa qo'lingizda все. qani turnikda bo'rilar aylanadi-yu. Pada bum, pada bam. Voy, zo'r. Qizishib ketyapman. degan muzika bor. Bor-ku Instagramda постоянно chiqadi. Anumi avuf muzikami? Avf muzika. Men hozir dolga o'yladim qanaqa muzika ekan bu. Men ham dolga chaldim-da. Yo'q, uni tamburda chalish kerak menimcha, Menda connect bo'lmadi lekin. Men bilmayman, palchasi ham играет-da. Uni aqlli bitta gap aytish kerak-da undan. To'g'rimi? Keyin bunaqa bo'lish kerak o'zi. Aytirlovchi. Masalan, volk слабее льва и тигра. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Bo'ri yo'lbarsdan kuchsizroq, lekin bo'ri sirkda chiqmaydi. Avuf. Bu yoqani basam kerak edi degan. Keyin yana qanaqadir gap ko'payib ketdi Instagramda muzikaga necha? Necha? O'zi любой narsaga shunaqa оценка berish. Qarashga necha? Avufmi deb qo'yishadi. Avfmi? Turishga necha? Slang o'zgarib ketyapti, to'g'risi aytganda. Endi bu oddiy hol. Black Magic'larga necha? Black Magic kameralarimiz Black Qora Magic sehr. Dilmurodga kattakon rahmat sizga okajon bo'lingizga shukur. Men bu. Black Magicda Ozgina chuqurroq bo'ldi. qora mo'jiza bizga. Qora taqdim mo'jiza. etganlari uchun Dilmurodga Sardordan Yana bitta gap kelib qoldi. Podimni senga berayman, chunki tovdimni o'rtoqlarim ko'taradi. Tovdimni senga berayman chunki tovdimni senga berayman chunki povdimni o'rtoqlarim berib qo'ygan. Men shu nima deydi, baribir bilmadim endi vырезать qilasizlarmi yo'qmi, lekin hammamiz biza rock konsert ko'rganmisiz? Biz hammamiz как rock звезда ketamiz-da bu dunyodan. Albatta. Men rockerlar sakraydi, talpa ko'taradi-yu hamma. Biz ham Da. Yaxshi. Bu konsertga odam keladimi, kelmaydimi? Bu odamni o'zidan bog'liq. lekin по-любому keladi. Yaxshi odam bo'lsa keladi. Da. Talantli bo'lsa odam ko'p bo'ladi. Hashtag bo'ladi konsertda. Endi yomon odam bo'lsa bilmayman endi. Ну, yomon odamlarni обычно не находят. Даже odam kelsa ham yomon odam bo'lsa ham bit sakraganda rock звездаlar bundoq sakraganda odamlar ushab oladi-yu. Bir xillarni ushamaydi ham. Da. Shunaqa случайлар bo'lgan. Kresloga tushadi. Da, kimdir sakragan sahnadan, hech kim ushamagan, u yerga tushganda. Turib shimlarni qoqib dash. Juda ham bir chuqur bo'lib ketdi ayshi. Da, chuqur. Da. Sardor gapidan keyin chuqur kirib ketdik. Da. Cho, Tohir aka. Da. Nechami? Chalib ketdi. Chalib ketdi.
chalib Bo'pti, beryapman. Zo'r. ketmadingiz. Ketma. Chalib ketdim. Ketmadi. Shu yerdasiz u. nima deydi baribir. Ha. O'zi assalomu alaykum, yaxshimisiz deydi-yu. Hmm. Прямой переводи здравствуйте, вы хороший bo'ladi-da. To'g'ri? Здравствуйте. Yaxshi, да. Здравствуйте, вы хороший? Да, yaxshiman. Да, я хороший. Charchamayapsizmi? Не устали? Не устаете? Не устаете, да. Charchamadingizmi? Не устали? Charchab ketdim, я устал и ушел. Да. Bitta shu qo'shuv bor-da, endi biz KVNda uni sal o'zgartirib ruscha qilib aytganmiz, Suzana degan ashula. Hozir. Проезжаю мимо таты, вижу женский силуэт, подъезжают к ней матизы. Кто она, секретов нет, а я еду в Малибу. Знаю точно, что спрошу. Путана, 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 воспитывал завхоз. Сюзанна, 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 Сюзанна Морему. Septo giorno, Portofilo, Gurgemani, Saint-Tropez. Coconito, chicorito, menufani, pampotei, esquescato Malibu, Poggetici, ritornerai, Susanna, 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 suzmisam ovqat. Da. Kelgan joydan urib tashlayapmiz. Ha, yaxshi-da. Lekin Da, yana bir rahmat kelgan. konkret muzikalniy bo'lyapti. Zo'r Xuron normalniy? Kallashamiz ham. Yo'q, xallashmaymiz endi просто. Bu endi nima deydi baribir. Просто o'rtadagi rahmat. Да, это как аккорд chalib Да. qo'yaman, любой joy qo'yib qo'ysa bo'ladi. Rahmat. Boboni svet o'chib qo'ysa bo'ladi. Tak. Yaxshi, zo'r. Zo'r. Yana qanaqa ashulalar umuman olganda Вообще, или umuman qo'shiq, ashula xohlasangiz gitarani olib gaplashib o'tiramiz просто. Bemalol, просто mana bu естественный anaqam mana как бы. Состояние. Mashina haydayotganda Mashinada ham sekin kelib turib, qarab ketmasdan deb. Rementa qolganda O'zichi bizda yana bitta ideya bor edi. Masalan, rulda, почему мы его так жмем? Bitta звук chiqadi. Надо tуда pianinoni klavishini qo'yib akkord bilan signal berish kerak. Точно. Bu juda ham gay xodimlarga juda ham yaxshi bir maslahat-da bu ham. Da. Chunki ketayotganda signalni odamlar jahli chiqib yuribdi ertalabdan. Nimaga hamma probka, hamma bir-biriga negativ. Chunki signallar to'ppa-to'g'ri, signalni ovozi qisib yoqmaydi-yu, to'g'rimi? Masalan, uni o'rniga bo'lsa, как-то so'kmaydi. Voy. Xo'p, deb chetga suradi. lekin u kim там подрезать qilsa, xunroq akkord, masalan, qilsangiz bo'ladi. Точно bilasiz, что что-то не то, да? Sekin u oldiga borib turib qo'yadi. Saryan deganida. Gay xodimni to'xtatsa ham tin-tin qilib qo'ysangiz. Mokki bo'lganda, mokkida. Endi qizlarni ko'rganda sразу uдар. U yoqda u sразу Sana ko'rdim. Ketadi deb. Birga cho'zib
aytgancha mana sizlardan lalda ashlayotganda точно bilmaydi-yu ingliz tilini, to'g'rimi? Bir xil paytda Ha? joydan hozir men joyda anaqa qilib qo'yaman-ku, men o'zim bilmayman ingliz tilini. No bir xil payt даже shuni anaqa qilish uchun, shunga tushunib yetish uchun o'sha sepyatnitsa ashlayotganda bitta ingliz bolani o'zi parijlik, ingliz tilini biladi. Men aytdim, men qaraman, to'g'ri ashlayotdimi, so'zlarini tushunmayapsanmi? Deyapti-da. Eshitib turib, yo'q, menga aytayotdi, uni gapini tushunmadim-da, men не то что lalik gapini. Menga tarjimachini gapini tushunmadim-da. Lalik endi nima deydi, har xil situatsiya bo'ladi. Bir xil payt shunaqa o'tib ketadi, что незаметно-da. Да. Как-то Endi joydan professional odam baribir improvizatsiya kuchli. Umuman qilyapman. Da. Tohir akani esdan chiqarib Bo'ldi, qaysi ashulalar? Masalan, qaysi? menga ko'p ashulalar yoqadi. Qaysi ashulani boshladingiz o'ynashni? Boya. Qanaqadir rock tema ketyapti. Rock temasi. Nega men sensiz bor? Nega men? Uni so'zlari. Unutganim yo'q degani bor. So'zlari ham yo'q. Mana shu unutganim yo'qni boshladingiz siz boya. Da. Esingdan chiqqan xuddi ming yillar o'tgan, meni sen eslolmaysan nega jonim, xuddi men bo'lmaganday bizda hech qanday tuyg'u, hech narsa bo'lmaganday, nega qilasan unday? Men seni unutganim yo'q, unutganim yo'q, yonimdasan, sen mening birinchi sevgim, unutganim yo'q, yonimdasan, esimdasan, sen hayotimda, tushlarimda, hayotim mazmunlidir. Assalomu alaykum. With you. Gap. Nota qolmadi. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, barmoqlaringizga mehr. Voy. Bitta doirachi kelibdi, gap aytgan ekanda, chalayotganda nimadir noto'g'ri chalgan ekan, qo'llaringni oralariga degan ekan. Voy. Qanaqa domlani aytasiz? Doirachi. Doirachi. Doirachilar ham, lekin u ham talant juda ham. Da. Doston aka Ubaydullayev otalari doirachi bo'lganlar. Eski kinoda esimda bor, chiqishgan qanaqa o'sha nima kino edi? Tangali bolamidi? Tangali bola degan kinoda. Da. Tulipor belida egar. Qanaqa edi? Маленьком плоту и на большом тоже плыть можно и несложно, жить и верить в мечту. Tulipor belida egar. Shamol. Oldinda xatar, oldinda otar. Da.
На плоту оказался тульпар, deydi-yu. Ну, вот, чтобы не утонул, да? Чтобы не Да, утонул. да. Хотя у него крылья есть, ему плот не нужен. Да? Tulporgami? Да. O'zi Lekin plot ham запретный bo'lishi otni mumkin. minish yaxshi deyishadi. Tulporni тем более, nayrni yaxshi bo'lsa kerak. Egarsiz minish kerak ekan, shunaqa. Да. O'sha paytdagi kinolar ham lekin zo'r olingan ekan. Hozir kino esimga tushib ketdi sразу. No hozirgi bilmayman, yangi kinolar unaqa bitta da esimga kelmaydi qanaqadir. Ha, kinolarda muzikachi qanaqa? Kinolardagi da soundtracklari. Titanic. Da. Titanic o'ynab bera olasiz? Narada. Mana bunaqalari ham bor. Oo, buni ishlatinglar buni. Qani? Faqat Любой tonasida qiviring. Solmi? Jek. Rose ham chaqiryapti. Bitta o'zi qolib ketdi suvning tagida. Yo'lda shundoq magazinga kirib shikolat sushnak olgan. Cho'kib ketyapti sansiz. Sani muhabbatingsiz, sani sevgingsiz, mehringsiz. Jek, unaqama. Rose'ni o'yla, Jek. Sen Rose'siz hech kimsan, Jek. Bitta Titanic'da ko'rishdinglar mana. Makimni Lassetti'sini ichida vashshi, yani tellatib tashadilar oynalarimni. Mana kema cho'ksa ham biz musiqadamiz, Jek. O'zingda bo'l. Rose'ni unutma. Celine Dionga salom. Gap yo'q. Normal. Demak, bu instrumentda Da. Smichokda chalsa ham bo'ladi. Smichokda ham bo'lsa. Da. Bu smichok nima bu? Bu qanaqa? Sal boshqacharoq nimadan kelgan bu? Nima deydi? Urumchimidi? Или nima deyishardi? Shu aniq Xitoyda, ha, Xitoyda. O'sha taraflardan uni olib kelishgan. Otni dumidan qilinadi-da. Bunisi leska, ana ikkinchisi bor, u otni dumi. Bu leska lekin. Uni mashtidan ushlab bo'lmaydi. Mamutidan ushlab. Bu yoqdan bo'ladi, nimasiga teg bo'lmaydi. Qo'l yog'i tegsa, kanifol surib. Buni yog'i bormi? Ne, yog' tegsa, kanifol surib bo'lmaydi. Mana bu yerda iskaljeniya bo'lmaydi keyin. Qo'lingizda qolib ketgan yog' bo'lishi mumkin ekan. Yo'q, bu o'zini yog' bo'lsa yog'lab turasizmi mashinani? Yo'q, yog'lashga boshqa narsalar bor. Tushunarli. Rech идёт экономия. Mana yoqda. Zo'r, juda ham zo'r. Nima yana qanaqa bundoq Kinolardan yaxshi ketyapmiz lekin. yana bormi kinolardan bu? 50 оттенков Iya, 50 o'zbekcha gaplashaylik. Hozir xeyterlar yozib tashadi. O'zbekmisanlar, o'zing o'zbekcha gaplashmaysanlar. Ладно, мы будем разговаривать на узбекском, если... Of course. Gaplashovuz. Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень ушел в ответ, не сказал мне, где она. Man so'radim qo'shnimdan, qani mana sevgilim. 34 ga kirvonman, haliyam uylanmadim. Man so'radim hammadan, qani mana sevgilim. Hamma menga javob berdi, sevgiling yo'q. Ertadan tashiyman, ichishni man tashiyman, bir o'zim man yashayman. Menga любимая degan. Bu joylarni kesib tashlaymiz a. Tashiyman. Har kuni men yashayman.
kimdirlarga tashiyman. Tashlash uchun yashayman. Bir kulib qolamiz-da. Kulib Sardor bilan kelib qoladi-da shular. Oqqan daryo oqaveradi bor-ku. O'shani bitta qizli bor-da endi. Bir yozib yo intriga qilib turishadi. Oqqan qizlar oqaveradi. Endi nima deydi? Ben просто ashula aytolman. Sразу ashula aytsam rechkaga sakrab suzib ketishadi. Po techenию oqadida ular. Ha, oqaveradi, da. Shuning uchun mayli uylanmagan bolalar uylansin, erga tegmagan qizlar Uylansin. erga tegsin. Mayli. Da. Hamma baxtli bo'lsin. Baxt to'g'risida Shash degan ashulalar. o Manda ashulasi. Da. Eski gitara и ıssık kofe. eski vino sekin ochyapman man eski kitoblarni ichida rasming yo'q. Yujniy vokzal. И давайте. Yujniy vokzal. Turibsan mani o'sha yerda san kutib. Hayoling faqat menda jonim. Seni sog'inaman. Oldinga bormayman. Choyxonada qolib ketdim. Shasti Bu qachonki uyimga eshiging Давай. И baxt bu qachonki uyimga san eshikni taqillatmasdan kirganingda tepib kirsang, sevib kirsang, shuni bilgin baribir senga kiraman. Rasvo. Ne, Qalbingga, da, yuragingga. Uzr, albatta uzr. Qo'yningda. Va, uzr. Bir bachkina bo'lib ketaman-da bir xil. ne normal O'zimdan nafratlanib ketaman. Ichimda voy. O'ylab chiqaman shuni, uxlab. Nima deding yani? Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? odamlar nima deydi da Sizni o'rningizga sizcha kommentariyada sizni g'amingiz yeydiganlar xavotir olmang. O'ylamang. Haterlar nima deydi? Haterlarga g'amiz deylar. Zo'r bo'lyapti. Taqda men bitta ritm beraman, o'shanga qarab improvizatsiya qilib boramiz. Bo'ldimi? Ketdingmi? Bo'ldi. Yo, nima gap music?
Mana Вообще Wi-Fi. Ikki port, Bluetooth. Wow. kayf bo'ldi. Bluetooth hayda qo'yingni boqaman. Ta. Yeah. Come on. Nima gap music harakatda. Bugungi mehmonlarimiz Ilyosjon va Furqat aka Hamda Abror aka. za kadrim Sardor aka. Nima gap? Hey! Whoo! Get! Michael aka. Shu o'rtoqlar, nima desak bo'ladi? Rahmat bizani ko'rib turganingiz uchun, aktivinglar uchun, layklar uchun boringlarga shukr. Bizani bugungi mehmonlarimizga kattakon rahmat kelganinglar uchun. Ular hammasi sizlar uchun, sizlarni e'tiboringlar uchun. Kelib turinglar. Biz har doim xursandmiz. Bo'sh vaqt bo'lsa bemalol aytsanglar, yana o'tirib mazza qilib. Bitta zo'r situatsiya bo'ldi-da. Именно adashmasam Teacher Azamni выпускida birinchi marta shu YouTube'da Teacher Azam o'zi topib ko'rgan edim-da nimaga. O'shanda yoqqanidan o'sha yerda kommentariyaga yozganman. Agar chiqsa borib topib qo'yaman o'sha yerga. Qachondir nimaga podkastga men ham chiqaman deb yozgan edim o'sha yerga. Hozir esimga tushib qoldi o'sha boru. O'sha yerda yozuvdim. Bilmayman. Rostdan ham rosa niyat qildim. Bizani klubga xush kelibsiz. Rahmat chaqirganlariga Sardor akaga, Sardor akaga. Vallahi gap yo'q. Dahshat. Esimga tushdi. Avvalambor rahmat ijodkorlarga. Xuddi o'sha kommentariyada yozganimdek, omad tilayman proyektga. Молодцы, gap yo'q. Hurmat от души bilasizlar-ku. Rahmat Adushi. Zaimno akajon. Boringlarga shukr. O'rtoqlar, yana ko'rishamiz sizlar bilan. Как сказать, bizlar bilan постоянно bo'lib turinglar. Или как это, bu joyni kesib tashlaymiz. Qo'ng'iroqchani bosingiz. Bizga obuna bo'linglar, bizga podpiska qilinglar, kommentda yozinglar, like bosinglar. Rahmat sizlar uchun, hammaga rahmat. Bugungi birinchi выпускimiz. Birinchi nima gap, mana shunaqa formatda birinchi nima gap music. Nima gap music birinchi soni desak bo'ladi. Birinchi soni tugadi. Bugungi soni birinchi soni, ikkinchi soni, uchinchi soni o'tirdi. Вот. Hammaga rahmat. Bo'pti, ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ketdi qani. Nima gap? Yana nima gap? O'sha gap. Nima gap? O'sha gap, nima gap, yana o'sha gap, nima gap, yana o'sha gap, nima gap, podcast, suhbat, nima gap, yana nima gap, nima gap, yana nima gap, oh, nima gap, yana nima gap,
rahmat kelganinglar uchun Furqat aka, Ilyos aka, rahmat sizlarga kelganinglar uchun. Nima gap, yana nima gap, nima gap, yana nima gap, nima gap, nima gap, nima gap, yana nima gap, nima gap, nima gap, maqsad, suhbat, podkast, nima gap, maqsad, suhbat, podkast, nima gap.